Har kuni biz nafas olamiz. Lekin bu nafas toza emas. Shaharlardagi havo ifloslanmoqda. Bu nafaqat raqamlardagi statistika emas, balki bu bizning sog'ligimiz, farzandlarimiz kelajagi hamdir. Hozirda nafaqat mana shunday sanoat va avtomobil korxonalari tomonidan yetkazilayotgan zarar tufayli, balki mana shunday oddiy fuqarolarimiz tomonidan oddiy lekin ko'zga ko'rinmas atrof muhitga jiddiy zarar yetkazadigan holatlar ham yo'q emas. Toshkent va boshqa yirik shaharlarda asosiy ifloslantiruvchi omillar avtomobillar, sanoat chiqindilari, ko'mir yoqilishi va qurilish changlaridir. Ayniqsa, bu holat yozda yanada og'irlashadi. Bu iflos havodan eng ko'p bolalar, keksalar va surunkali kasalliklarga chalinganlar aziyat chekmoqdalar. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, nafas olish yo'llari kasalliklarining ko'lami yildan yilga oshib bormoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 91-moddasiga ko'ra, sanoat chiqindilarini, maishiy chiqindilarni va boshqa chiqindilarni saqlash, to'plash, tashish, realizatsiya qilish, utilizatsiya qilish chog'ida tabiatni muhofaza qilish qoidalarini buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 7 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Ekologik muammolarni hal qilishda hukumat qator ishlarni amalga oshirmoqda. Havo monitoring stansiyalari soni ortmoqda. Daraxt ekish ishlari boshlangan. Korxonalarda chiqindilarni kamaytirish texnologiyalari joriy qilinmoqda. Toza havo bu faqat bugun uchun emas, ertangi kunimiz uchun ham juda muhim. Bizdan keyingi avlodga toza muhitni qoldirish bizning eng asosiy vazifalarimizdan biridir. Havo sifatini yaxshilashda elektr transport va yashil energiya hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda elektr avtobuslar joriy etilmoqda. Avtomobillarga subsidiya berish yo'lga qo'yilmoqda. Quyosh va shamol manbalari orqali energiya ishlab chiqarish hajmi oshmoqda. Bu kabi holatlar nafaqat axloqiy, balki madaniyatning pastligidan dalolat beradi. Har bir fuqaro, har bir jamiyat a'zosi atrofga ehtiyotkorona munosabat bo'lishi kerak. Bu bizning umumiy burchimiz va umumiy javobgarlikdir. Toza havo, toza kelajak. Harakatni Bugundan boshla.